Moskvada ishlayotgan yurtdoshlarimiz, akalarimiz uchun yaxshigina taklifimiz bor. 12 ta odamimizga gosuslugga sim karta va biometriya qilish uchun keldik. Bankovskiy kartalarni mana akalarim xudo xohlasa qilib berishdi. Aka kelish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Assalomu alaykum. Mana shu metro kartadagi 6-bekatdan chiqadi. Kalibr degan торговый sentr bor, shunga keladi. Yarim soatda ish bitadi. Sim karta oladi, biometriya hammasi bo'ladi. Ammo bizni hali kuzatadigan odamlar oldindan narxini so'rab oladi aka. Aytib qo'yamiz. Просто 500 so'mga sim karta olinadi. Yoshlar gosluga bank kartasi besplatno. Sim karta 500 so'm bo'lsa bo'ladi. Kelasizlarga ham taklif qilamiz. Yaxshi joy ekan. Bu chista reklama emas. Bu dushevniy akalarimizni bizga ko'rsatgan yaxshi servislar uchun o'zimiz xudo xolasa mana video qilib beryapmiz. Hammasi yarim soat ishlab turibdi. To'g'rimi akalar? Yarim soat ishlab turibdi. Yana kelib kelishlari mumkin. Kelinglar, ishinglarni bitiringlar. Hammanglarni kutib qolamiz.